Open budjetdan levi qiladigan bolalar. Bu open budjet tugashiga 3 kun qolibdi. Nimada qilishimiz kerak, og'ayni? Qara, men mahallani fayz o'chotibdi. Yo'q, adashyapsan. Bizning mahallani fayz ancha mahalladan farq qiladi. Fayzini qarang, ha? Nima qilibdi open budjetdan foydalanyapsiz? Ortiqcha pul ziyon qilmaydi-yu. Mayli, shuncha ovozni qayerdan topamiz biz? Exhibition yangi video chiqarib kutinglar. Bu mashina blogerchilar qayerdan ko'ryapti? Hech tushunmayman. Birontasi foydasi yemidi mashinani. To'g'ri aytasan. Atak bulardan narvanli foydalansa bo'ladi, isho? Voy, rostsan. Lekin bular urveni balanim. Xos ko'rasan. Akalar, sizga zo'r yangiligim bor. Open budjet boshlandi. Open budjetga olib bersanglar 60 ming tashab berishadi. Yuzimizga ahmoq beringlar, yuzimizga kiring. Aka o'xshadimi? Amalladilaring. Bo'shsanlar. Ana ishlarimiz ham 5 bo'ldi-ya. To'xta, uni blogerlarga boy ishlamaydigan telefon raqam berib yubordim ish qilib. Berordim. Menimcha noto'g'ri ish qildik. Boshqa mahallalarni qara, asfaltiyo, plashatkalario, o'yingohlariyo. Afsus. Bu tasavvur qilgan, mana shu open budjet orqasidan katta narsalarga erishyapsan. Uyim bor, mashinani oxirgi modeli bor. Nimani oxirgi model chiqsa hammasi senda bor. Yana nima kerak senga? Mashina qo'shdilar menga. Voy, yaxshi ham tasavvur qildi bu gapirman, nafs o'lsin, nafs. Mr. Chirbacher.